MrBeast hammanglar taniysizlar. U bola 98-yil ekan va hozirgi kunda dunyodagi eng yosh milliarder nominatsiyasida ekan. Uni kompaniyalarining daromadi 2024-yilda 473 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda 899 million dollar qilinishi prognoz qilinayotgan ekan. Ochig'i bu bolani ko'rib men demotivatsiya bo'lib qoldim, chunki men ham 98-yilman va eng qizig'i bu yigitni hamma kapitalini, eng boshi, fundamenti ijtimoiy tarmoqlar turadi. Chunki uni YouTube'dagi obunachilarining soni 400 milliondan tashkil qiladi va bu yoqdan juda ham katta monetizatsiya ulangan. Va u yiliga 400 million obunachisi uchun kontent qilishga 250 million dollardan oshuv pulini ishlatar ekan. Zo'ra, bu yoqda faqat YouTube emas, Instagramda ham o'zini faoliyatini aktiv yuritayotganini hozir ko'ryapman. Bundan nima xulosa qilamiz? Siz kontent qilaymi, qilmaymi? O'zi ijtimoiy tarmoqlarning kelajagi bormi yoki yo'qmi deb o'tirganda 98-yil bolalar chiqib, dunyoni titratadigan pullarni ishlab topishyapti va eng yosh milliarderlarga aylanishyapti. Ochib aytdim, havas qilaman. Agar siz ham havasingiz kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Shaxsiy brendingizni qurishni va nimadan boshlashni o'rganish uchun bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.